Arkadaşlar ayağındamız. Like işe basın. Ayağım. Assalomu alaykum. Avvalambor barchaga hurmatli kanalimiz obunachilari, Polvon TV kuzatuvchilari. Mana biz bugun Tuproqqal'a tumani Obod mahallasidamiz. Yangi O'zbekiston massifi ostida 2025-yilga mo'ljallangan 5 qavatli shu domlarimizning qurilish jarayonlari albatta boshlanib ketdi. Ko'rib guvohi bo'lyapmiz. Bu ko'p qavatli domlarimizni qurishda o'z hissalarini qo'shib turgan barcha yaxshi insonlarimiz, ustalarimizning ham qo'llari dard ko'rmasin. Shu yangi domlarda xarid qilmoqchi bo'lgan barcha insonlarimizni albatta kutib qolamiz. Yana bir bora manzilimizni eslatib o'tamiz. Tuproqqal'a tumani Obod mahallasida. Mana ishlar avjida.